بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 226 bob kaffaratul marid, kasal kishining kafforati. 491 hadis Ibn Haris degan kishidan rivoyat qilinar ekanlar. U kishi aytadilarki, أن رجلا أتى أبا عبيدة ابن الجراح وهو وجع فقال كيف أمسى أجر الأمير فقال هل تدرون فيما تؤجرون به فقال بما يصيبنا فيما نكره فقال إنما تؤجرون بما أنفقتم في سبيل الله واستنفق لكم ثم عد أداة الرحل كلها حتى بلغ أذار البئذون ولكن هذا الوصف الذي يصيبكم في أجسادكم يكفر الله من خطاياكم. Bir odam Abu Ubayda ibn al-Jarroh radhiyallohu anhuni oldilariga kirgan ekan, u kishi kasal yotgan ekanlar. Abu Ubayda ibn Jarroh eng katta va ulug' sahobalardan hisoblanadilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga eng yaqin kishilardan va islomni dunyoga taratishda katta hissa qo'shgan, Shomdagi fotihlarni qo'mondoni bo'lgan va juda katta bir ishlarni qilgan ulug' sahoba hisoblanadilar. U kishi o'sha Shom diyoriga amir bo'lganlar, askarlarning amiri bo'lganlar. Haligi odam ko'rgani kirsalar Abu Ubayda ibn Jarroh kasallar. Shunda kasal ko'rganday qilib aytdilarki, amirni ajri kechqurun qanday bo'ldi? Ya'ni kasalligingizdan bir oz noxush bo'lib ajr oldingizmi degan ma'no. Ya'ni kasali shiddatliroq bo'lsa ajri ko'proq bo'ladi. Ozroq bo'lsa ozroq bo'ladi. Shuni odob bilan amirimiz kechasi qanchalik ajr oldi debdilar. Ya'ni kasalligingiz qanaqa bo'ldini shunaqa uslub bilan aytibdi. Shunda Abu Ubayda ibn Jarroh radhiyallohu anhu aytibdilarki, nimada ajr olishinglarni bilasizlarmi o'zi? Ya'ni nima sababdan, qaysi bir ishlarda sizlarga ajr tegadi bilasizlarmi? Deganda haligi odam aytibdiki, ha, o'zimiz yoqtirmagan narsalar bizga musibat bo'lib tushganda ajr olamiz debdilar. Shunda Abu Ubayda ibn Jarroh aytibdilarki, ajr nafaqa qilganda oladi. Allohning yo'lida mol-u mulk sat. 492 hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinyapti. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب أو ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytibdilarki, musulmon odamga bir charchoq yetsa, bir qiyinchilik yetsa, bir g'am g'ussa yetsa, xafachilik, mahzunlik yetsa, ozor yetsa, xavf, xatar demak boshiga tushsa, hattoki bir tikon kirsa ham albatta Alloh taolo ana shu bo'lgan narsaga yarasha xatolarini o'chiradi. Demak, bir tikon kirib, bir aziyat tortdimi musulmon odam, ana shunchalik xatosini Alloh taolo yuvaradi. Kasal bo'ladimi, charchaydimi, og'ir bir holatga qoladimi, musibat yetib g'am g'ussaga botadimi, ana bu demak chekkan bu musibatlari, tortgan azoblari, boshqa narsalarni hammasi katta bo'lsin, kichik bo'lsin, hattoki bir tikon kirganligi ham o'sha gunohlarni yuvilishiga sabab bo'lmasdan qolmas ekan. Shuning uchun mo'min musulmon odam o'ziga bir aziyat yetganda, bir noxushlik yetganda, kasallik, bemorlik yetganda,
to'satdan ba'zi bir yetadigan g'am g'ussalar bo'lganda demak juda jazo qilib o'zini o'tga suvga urmasdan sabr qilsa, Allohdan buni evaziga meni xatolarimni kechiradi, gunohlarimni mag'firat qiladi inshaalloh degan umidda bo'lsa, mana o'sha narsani ana shu e'tiqodda bo'lgan odam oson o'tkazadi. Dodvoy qilgandan ko'ra Allohning marhamati bu menga. Agar shu bo'lmasa gunohlarimni qanday qilib yuvar edim degan e'tiqodda bo'lsa, avvalo bugungi kuniga o'ziga yaxshi bo'ladi, chunki har ikki narsa oson ko'chadi, og'ir botmaydi. Ana shu ma'nolarni demak mana shu hadisdan bilib olamiz ekan. 493-hadis. Abdurrahmon ibn Sa'id u kishi otasidan rivoyat qilar ekan, otalari aytadiki: "Kuntu ma'a Salman va 'ada maridan fi Kindah, falamma dakhala alayhi qala bishur, fa inna marada al-mu'min yaj'aluhu Allahu lahu kaffaratan wa musta'taban, wa inna marada al-fajiri kal-ba'iri 'aqalahu ahluhu thumma arsaluhu, fala yadri lima 'aqal va lima arsal." Rawi aytadilarki, men Salmon Farsi radhiyallohu anhu bilan birga edim. U kishi borib bir Kinda qabilasilik shu qabilada bo'lgan kasal kishini ko'rdilar. Salmon radhiyallohu anhu bemorni oldiga kirganda aytdilarki, suyunchi ber, xushxabarni qabul qil. Mo'min kishini kasal bo'lmoqligi tufayli Alloh taolo unga gunohlarini kafforat qilishni beradi va tavba qilishni yo'lini ochib qo'yadi. Ammo dedilar, fojir odam kasal bo'ladigan bo'lsa, bu xuddi ushlab bog'lab qo'yib bir tuyani biroz bog'langandan keyin qo'yib yuborgandek ekan. Nimaga bog'laydi ham bilmaydi, nimaga qo'yib yubordi ham bilmaydi. Kasal bo'lgani xuddi bog'langani. Kasalligi tufayli yura olmasdan turadi birozda. Keyin tuzalib, yana shovidan qo'yib yuborilgan tuyadek ketaveradi. Unga na gunohini mag'firat qilish bor, na tavbani eshigini ochilishi bor, na mana shu tortgan kasalligidan bir manfaat bor. Hech narsa yo'q. Shu baqiroq tuyani bittasini olib kelib ushlab bog'lab qo'yib, ozgina keyin qo'yib yuborganda ketaveradi. Shuning uchun mo'min musulmon odamni har bir narsasi yaxshilik. Yaxshilik yetsa ham yaxshilik, yomonlik yetsa ham yaxshilik. Yaxshilik yetsa yaxshi, juda zo'r. Yomonlik yetsa sabr qilib, gunohlarini yuvilishiga, tavba qilishga, katta bir o'ziga manfaat bo'ladigan narsalarga erishib oladi. 494-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytibdilarki: "La yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi jasadihi va ahlihi va malihi hatta yalqalloha azza va jalla va ma alayhi khati'ah." Mo'min erkak va mo'mina ayolga balolar yetib turadi. Bardavom kelib turadi. Ho jasadida bo'lsin, ho ahli ayolida bo'lsin, ho mol mulkida bo'lsin, bir balo kelib turadi. Buni kelishi nima? Allohga muloqot bo'lguncha keladi, o'lgunicha keladi. Lekin o'shundoq bo'lib o'tgan odam o'lganda birorta gunohsiz qolmagan bo'ladi. Chunki hammasi o'sha yetgan musibatlar bilan yuvilib borganda, o'lganda demak gunohlardan, xatolardan poklangan holda bo'ladi debdilar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom. 495-hadis. Yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilarki: "Jaa a'rabiyyun faqala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam: hal akhadatka ummu mildam? Qala wa ma ummu mildam? Qala harrun bayna al-jildi wal-lahm. Qala la. Qala fa hal sudi'at? Qala wa ma as-suda'u? Qala rihun ta'taridu fi ar-rafs تضرب العروق. قال لا. قال فلما قام قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظره
Hazrati Abu Hurayra aytadilarki, bir a'robiy, sahroviy inson keldi. Shunda Rasuli akram sallallohu alayhi vasallam unga aytdiki, sen Ummu Maldam degan kasal senga yetganmi dedilar. Ummu Maldam deganingiz nima degani dedi. Bu dedilar, teri bilan go'shtni orasida bo'ladigan isitma, issiqlik. Go'sht bilan terining orasidagi issiqlik dedilar. Haligi a'robiy yo'q, uni kasal bo'lganim yo'q dedi. Boshing og'riganmi dedi. Bosh og'rig'i nima dedi. Bosh og'rig'i shu nimada boshga bir shamol kirganday bo'ladi-da, tomirlarni lo'qillatib og'ritadi. Dedilar, yo'q, unaqa narsa bilmayman. Ana o'shandan keyin biroz o'tirib haligi odam turib ketdi. Ketgandan keyin Rasul akram alayhisolatu vassalom aytdilarki, kimniki ahli do'zaxdan birovni ko'rish xursand qiladigan bo'lsa, shunga qarasin dedilar. Demak, mo'min musulmon odam shunaqa kasallik, betoblik yetib turadigan odam bo'lar ekan. Umrida kasallik ko'rmagan, umrida boshi ham og'rimagan, isitmasi ham chiqmagan odam bo'lsa, bu yaxshilikning alomati emas ekan. Mana kasalliklar goh vaqtida hammaga oriz bo'lib turadigan isitma, bosh og'riqqa o'xshagan narsalar bu yaxshilikning alomati ekan. Bunaqa narsalardan juda nima qilmaslik, balki ochiq bir ko'ngil bilan kutib olib, Xudoning rahmatini bilish kerak ekan. Mana bu demak kasalliklarga, ayniqsa mana shu tez-tez takrorlanadigan bosh og'riq, isitma kabi narsalarni qanday qarshi olish kerakligi, bularga qaysi nazar bilan qarashlikni mana shu hadis sharifdan o'rganyapmiz.